Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Videoni boshlashdan oldin kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, videomiz yoqsa like bosing. Videomizni boshladik. Qushimiz 12 talik yog'och yong'oq 3D monika deyiladi. Spinkasiga koreyskiy atachento, sidney qismiga turetskiy gulli material qo'yganmiz. Xonlarimizga keladigan bo'lsak, rossiyskiy MDF dan ishlangan, razmeri eni 1.20, uzuni 3.20. Pastlatib xon taxta qilib ishlatsa bo'ladi. Stulimizni orqa taraflariga pardalarga moslab, pardali qilib ishlaganmiz. Bu ishimizni Andijon viloyati Shahrixon tumaniga tayyorlab berdik. Narxi 7 million. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar, chiroyli tayyorlab yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab bepul, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavkamiz bor. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston respublikasiga kargo orqali yetkazib beramiz.